Ijtimoiy tarmoqda kuzatgan hamyurtlar 2025-yil 23-aprel sanasida do'stlar bog'imizga keldik. Bat 600 metr balandroq joyda joylashgan. Qishlarlar hali g'o'ra. Birinchi bo'lib Xudo xolasa mashitlar chiqadi. Ertaki joyda do'stlar ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh Xudo xolasa 1-2 kunda korobkaga nechta sotilyapti. Tashlab o'tam. Bu bahor gilos do'stlar, Valovoydan ertaki. O'zini changlatuvchi gilosdan keladi bu ham. Endi yaqinroq olib kelavering. Do'stlar, mana pishdi holati, Xudo xolasa gilosga ham yetib keldik. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana holatlari zo'r bo'ldi. Mana Xudo xolasa. Do'stlar, mana pishdimi, pishmadimi deganlarga do'stlar, Rossiyaga ham qorayib boradi bu joyda. 3 ga 4 sxemada qilingan bog'imizning umumiy holati yaqinroq ko'rsatavering. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Aka gilos erta basma deb ko'pchilik savollar tug'iladi do'stlar. Gilos ham ko'p tursa jigar o'p qoladi qorayib. Do'stlar, mana Bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar, gilosga ham yetib keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Shakar miqdori o'ta kuchli bo'ladi. Gilos pishibdi. Gilosdan boq qilaman deydiganlar tagi vishnada do'stlar. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Nech pul sotilyapti, hammasini qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa mana gilosga ham yetib keldik. Xudo xolasa sizlarga tashab o'tamiz. Ko'chatlardan ham ko'paytirib qo'yganmiz. Do'stlar, mehnatlarga rak bosib qo'yamiz. Gilosdan boq qilaman deydiganlarga jo'natib bersa, xuddi shunaqa qilib gilos qilib beramiz do'stlar. Sog' bo'linglar.